Hozirda odamlar tabiati aynan shunga qo'yib ketganki, birov bilan ozgina bahs qilib qolsa, ozgina tortishib qolsa, birpasda haqorat qilishga o'tadi. Seni aqling yetmaydi hech narsaga. Sen o'zi bu narsani bilasanmi o'zi? Darrov tili bilan ozor, aziyat, ta'na yetkazishlikka kiradi. Mana shu narsa sibob deyiladi. So'kinishlik deyiladi. So'kinishlik degani hech deb turib, "Ali biz bilgan so'kinish emas. Sen hech narsaga aqling yetmaydi, farosati yo'q odamsan, sen mana qilsan" deyaptim, shu ham so'kinishlik bo'ladi. Modomiki siz gapirayotgan gapdan hamsuhbatingiz ozor chekyaptimi? Demak bu so'kinishlik deyiladi. Ammo iymonlik, tarbiyalik, axloqli kishi 10 soat bahs qilishi mumkin siz bilan. Lekin biron marta sizni dilingizni og'ritadigan so'zni gapirmaydi. Birodarlar, bunaqa odobni qayerdan olamiz? Albatta Qur'ondan olamiz. Albatta Qur'ondan olamiz.